Oxir-oqibat Lionel Messining so'nggi raqsi unutilmas bo'ladigan bo'lyapti. Lionel Messi va Argentina ketma-ket ikkinchi marotaba, umumiy hisobda esa 3-marotaba Jahon chempionati finalida. Kim o'ylabdi deysiz, Leo o'z mamlakati bilan 3-bor Jahon chempionati finalida o'ynaydi deb. Axir bu isha Messi-ku. Bir vaqtlar Argentina terma jamoasini tark etishga qaror qilgan. Ketma-ket 2 marta Amerika Kubogi finalida va 1 marta Jahon chempionati finalida mag'lub bo'lgan. Ruhiy jihatdan butunlay sinib qolgan edi. Bu ishda og'ir zarba uning orzusini deyarli yo'qqa chiqargandi, ammo u taslim bo'lmadi. Kurashishda davom etdi. Kecha og'riq bo'lgan bo'lsa, bugun shon-shuhratga aylandi. Endi esa Argentina va Lionel Messining yagona maqsadi chempionlikni himoya qilish va yana bir bor mana shu kubokni Argentinaga olib ketish. Ko'pchilik Messi uchun bu so'nggi turnir shunchaki xotirjam xayrlashuv bo'ladi deb o'ylagandi, ammo unday bo'lmadi. U gollar, assistlar va ajoyib o'yinlari bilan yana bir bor barchaga o'z so'zini aytdi va shuni ko'rsatdiki, qirol hali ham taxtni tark etgani yo'q. Shu haftaning o'zida u Argentina safida yana bir bor Jahon chempionati finalini o'tkazadi. Do'stlar, natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar Lionel Messini biz hech qachon unutmaymiz va uning Argentina milliy terma jamoasi uchun qilgan ishlarini har doim qadrlaymiz. Lionel Messi, finalda senga omad tilayman.